Hammaga salom. Bugun biz sizga "Непристойные предложения" filmi haqida gapirib beramiz. Hurmatli obunachilar, har doimgidek ushbu filmni bizning Telegram kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Telegram kanal manzili izohlarda qoldirildi. Ushbu video kengroq tarqalishi uchun o'z hissangizni qo'shing. Qanday qilib deysizmi? Barchasi juda oddiy. Sizdan atiga bitta like, bizdan esa eng sara filmlar. David uchun uning rafiqasi Diana shunchaki oddiy xotin emas edi. Diana ham xuddi shunday fikrda edi. Ular institutda uchrashishgan va o'sha kunlardan beri bir-birlarini sevishgan. David me'mor bo'lib kichik firmada ish topdi. Bo'sh vaqtlarida u orzu qilgan binolarni yaratishga harakat qildi va Diana uni hamma narsada qo'llab-quvvatladi. Biroq ular har xil odamlar va ularning odatlari bor. David hamma joyda narsalarni alg'ov-dalg'ov qiladigan erkak edi. Bu Dianani juda g'azablantirdi, ammo u yoki bu tarzda ularning barcha janjallari sevgi bilan yakunlanardi. Ularda juda kam pul bor edi va ular faqat arxitekturaga qarashga qodir edilar va kechqurunlari David loyihalashtirilgan uyni orzu qilishardi. Bir kuni inqirozlik boshlanadi. David ishini yo'qotdi va bank kreditni qaytarishni talab qildi yoki ularning uylarini olib qo'yishadi. David ko'p pul ishlash yo'lini topishga va'da beradi va u kazinoga borib omadini sinab ko'rish g'oyasini topadi. Bu kun ularning kelajakdagi taqdirini o'zgartiradi, chunki Dianani millioner Jon payqadi. Xuddi Diana ham uni payqagandek albatta. Diana har doim qimmatbaho liboslarga ega bo'lishni orzu qilar edi va Jon uni bunday libosga mosligini aytadi. Uning puli yo'qligini eshitib, u kiyim uchun pul to'lashni taklif qiladi. Diana ko'ylak sotilishi mumkin deydi, lekin men emas degandek qiladi. Biroz vaqt o'tgach, Jon Dianani yana ko'rdi, lekin David bilan. Uning yeri borligini ko'rsatish uchun Diana Davidni o'pa boshladi. O'sha kuni David ko'p pul yutib olishga muvaffaq bo'ldi. Endi qarzning yarmini topish qolgan edi xolos. Ertaga juftlik kazinoga qaytishadi, ammo bu safar omad ularni chetlab o'tadi. Ularda qo'lga kiritilgan $20,000 dan atiga $4,000 qolgan edi. Diana tanga tashlashni taklif qildi. Tanga esa o'ynashni davom ettirishni ko'rsatdi. Shundan so'ng ular barcha pullarini yo'qotishdi. Kazinoda yurib ular Jonning stoliga kelishadi. Bir erkak Jonni milliarder ekanligini aytadi. U faqat $10,000 oltin fishkalarda o'ynashini aytadi. Jon Davidni payqab qoladi va faqat bitta savol beradi. Ya'ni uning xotini Diana Jon bilan birga o'tirishi mumkinmi? David savolni yaxshi tushunmadi va Jon bu omad uchun ekanligini aytadi. David rozi bo'ldi va garov darhol g'alaba qozondi. Jon Dianaga $100,000 tikishni taklif qiladi. Kartalar yomon bo'lib chiqdi va ular yutqazishdi. Keyin u boshqa o'yinni tanlashni taklif qiladi. Diana suyaklarni tanlaydi. U Dianaga $1 million dan foydalanishga ruxsat beradi. Bu safar Diana omadli bo'ldi va o'zi olishi mumkin bo'lgan pullarni yutib oldi. Bir necha daqiqadan so'ng Jon Davidning oldiga keladi. U ularga omadni nishonlashni va uning hisobidan bir xona olib qo'yishni taklif qiladi. Qo'shimchasiga rad etish qabul qilinmasligini aytadi. Shunday qilib juftlik ularning yangi raqamlarini tekshirmoqda. Ularning quvonchini Jonning haydovchisi buzadi. Erkak janob Jondan Diana uchun sovg'a beradi. U Diana kiygan libos bo'lib chiqdi. Ushbu libosda u kechki ovqatga keladi. U yerda Jon ularning raqsini tomosha qiladi. Mehmonlar soni ancha kamayadi. Jon dunyoda hamma narsani, hatto sevgini ham sotib olish mumkinligiga amin edi. Ammo Diana boshqacha fikrda. Keyin Jon Dianani fikrini sinab ko'rishni taklif qiladi. Agar Jon Diana bilan bir kecha bo'lishi uchun $1 million bersa, nima bo'ladi? Bu hazil emas, lekin so'nggi so'z Davidga tegishli edi. Juftlik bu taklifni darhol rad etishadi. Keyin Jon ularga ko'proq o'ylashni taklif qiladi. Faqat bir kecha farovon hayotni ta'minlaydi axir. Tun bo'yi ular bu taklif haqida o'ylashadi. David hali ham Jonning taklifiga qarshi edi. Diana ham albatta. Biroq Diana rozi bo'lishi mumkin, faqat David uchun. Chunki bu pul ularga orzu qilingan uyni qurishga imkon berardi. Qo'shimchasiga Diana aytadiki, axir bu faqat tana, insonning ongi emas-ku deydi. Ertaga David do'sti Jeremiga qo'ng'iroq qildi. U advokat bo'lib ishlaydi va shartnoma tuzishda yordam beradi. Jon quvnoq kayfiyatda hujjatlarni imzolaydi. Shundan so'ng Diana yolg'iz qoladi. Keyinchalik David o'z tanlovidan juda afsuslanib xonaga qaytib ketdi va bu vaqt ichida Diana g'oyib bo'lganligi sababli ishchi vertolyotda uchib ketishganlarini aytadi. Ular Jonning yaxtasiga kelishdi. Bu yer Dianaga yoqishiga va qiz butunlay u bilan qolishiga Jon umid qilmoqda.
Ammo Diananing aytishicha, bu aniq bo'lishi mumkin emas narsa. Yangi kun keladi. Diana Davidning xonasiga qaytadi. Biroz vaqt o'tgach, juftlik kreditlarini yopmoqchi bo'lishadi. Erkakning aytishicha, ular qarzni to'lashga kechikishgan va endilikda mulk boshqa birovning qo'llariga o'tadi. Shunday bo'lishiga qaramay, ularda juda katta miqdorda pul bor va ular o'zlarining kichik uylarida yashashni davom ettirmoqdalar. David Diana Jon bilan birga ketgan kunni unuta olmaydi. U nima bo'lganini bilishni xohlaydi, lekin Diana hech narsa demoqchi emas. Keyin David Diananing sumkasiga qaraydi. U yerda ularning fotosurati va Jonning telefon raqami bor edi. U pastga tushganda Diana kimgadir qo'ng'iroq qilayotganini ko'radi. Shubhasiz, u buni Jon deb o'yladi. Keyin Jonning vizitkasini ko'rsatadi. Diana uni birinchi marotaba ko'rayotganini aytadi. Ertaga Diana ularning yerlarini kim sotib olganini aniqlamoqchi va bu odam Jon bo'lib chiqdi. Bundan keyin qiz Jonni qidirib topadi va mehmonlar bilan o'tirganiga qaramay, u yerda katta janjal ko'taradi. Diana ularning yerini qaytarib berishni buyuradi. Jon uni tashqariga olib chiqadi va uning ishchisi bo'lishini taklif qiladi. Keyinchalik Diana uyga qaytadi. David qayerga borganiga juda qiziqadi. Diana Jon bilan uchrashganini tan oldi. David g'azablanib qo'lidagi vinoni sindirib tashlaydi. Diana rashk qilish uchun hech qanday sabab bo'lmasligi kerakligiga qasam ichadi, chunki qiz ham undan nafratlanadi. David yaxtada sodir bo'lgan haqiqatni bilmoqchi va Diana hamma narsani aytib berishga majbur. David bu ishlarning barchasi uning uchun sodir bo'lganini tinglashni istamaydi. David Jon unga bir qarashda yoqqaniga amindek edi go'yo. Bunday muhitda bo'lishni istamay, David do'stining uyiga boradi. Shunda do'sti unga shayton bilan shartnoma tuzganingizda ertami kechmi tovon to'lash kerakligini aytadi. Diana Jeremiga qo'ng'iroq qilib, Davidning qayerdaligini bilib oladi. Jeremi ularni yarashtirishga harakat qiladi, ammo barchasi muvaffaqiyatsiz bo'ladi. Davidsiz keyingi bir necha haftasi Diana uchun oylardek tuyulardi. Jon Diana ishlaydigan ofisga keladi. Boss boy odamga hozirda sotuvda bo'lgan eng yaxshi uylarni ko'rsatish vazifasini beradi. Diana uyga ekskursiya qiladi. Jon esa shaxsiy mavzularda savollar berishga harakat qiladi. Ammo Diana bu mavzulardan qochadi. Jon Diana unga kerakligini aytadi, ammo Diana rad etadi va Jonni o'zidan boshqalarni o'ylamaydigan deb ataydi. Ko'proq pul topish uchun Diana ikkinchi ishga joylashdi. Bir kuni Jon u yerga ham keldi. U ofisga kirib, stolga o'tiradi. Shundan so'ng Dianani juda chiroyli va ajoyib ayol deb ataydi. Bu esa uni aqldan ozdirishini aytadi. Hamma qarsak chalishni va kulishni boshlaydi. Diana unga ketishini taklif qiladi, ammo barcha bunga qarshi edi. Darsdan so'ng Jon Dianani yangi uyga olib boradi. Jon bundan bir qancha vaqtlar oldin bir qizni yoqtirib qolganini aytib beradi. Uni sevib qoldi, lekin uni topishga qanchalik urinmasin, qiz birdan g'oyib bo'lgan. O'shandan beri u har kuni uni eslaydi. Jon Dianani ham shunday yo'qotishdan qo'rqadi. Shundan so'ng ular birga raqsga tushishadi. Bir necha soatdan keyin u Dianani uyga olib bordi va nihoyat ular o'pishishadi. Qutilarni yo'q qilayotgan David Diana bilan fotosuratlarini topadi. Ularning hayotidagi lahzalar uning ko'zlari oldida birin-ketin namoyon bo'ladi. Shundan so'ng u fotosuratlarni yirtib tashlaydi. Bir kuni butunlay mast bo'lgan David Dianani Jon bilan birga topadi. U Diana bilan gaplashib olmoqchi, lekin unga yaqinlashish taqiqlangan. Keyin David Dianani hali ham sevishini aytib, hushidan ketadi. Haydovchi Davidni uyga olib borishi kerak. Davidning uyida Diananing yopishtirilgan fotosuratlari devorlarga osilgan va uning yonida tayyor uyning maketi joylashgan edi. Ertaga David o'z ishining portfelini to'playdi va o'qituvchi sifatida ish topadi. Jeremi Davidga yomon xabar bilan keladi, chunki Diana ajrashishni talab qilmoqda. David ijtimoiy partiyaga keladi. Jon ularga shaxsiy suhbatlashishga ruxsat beradi. Ularning suhbatidan so'ng David ajrashish to'g'risidagi hujjatlarni olib qizga berib ketadi. Biroz vaqt o'tgach, Jon Diana u uchun hech narsani anglatmasligini tan oladi. Uning hayotida unga o'xshaganlar juda ko'p bo'lgan va uning baxtli tangasining faqat bir tomoni bor ekan. Qizda o'sha kuni yaxtani tark etish imkoniyati yo'q edi aslida. Buni eshitgan Diana David bilan birga o'tgan vaqtlarini eslaydi va pul unchalik ham muhim emasligini
ekanligini tushunadi. Diana orolga keladi. U yerda 7 yil oldin David uni qo'lini so'ragan edi. Buni qarangki, David ham ayni paytda shu yerda ekan. Keyin bu juftlik bir-biriga bo'lgan sevgisini yana bir bor bir-biriga izhor qilishadi va qolgan umrlarini birgalikda o'tkazishadi. Margaret ismli yosh va jozibali amerikalik ayol Tokioga yapon styuardessalariga inglizcha talaffuzni o'rgatish uchun keladi. Kunduzi u uchish akademiyasida ingliz tilidan dars beradi va kechqurun do'stlari Inessa va Lem bilan barda uchrashadi. Shunday oqshomlardan birida Margaret hojatxonaga navbat kutayotgan birinchi yapon yigiti bilan o'pishishni boshlaydi. Lekin keyin sarguzashtlar qidirib ketish taklifi bilan do'stlari yoniga qaytadi. Margaret bilan yolg'iz qolgan Lem qizga ular birgalikda yaxshi vaqt o'tkazishlari mumkinligiga ishora qiladi. Ammo Margaret yigit unga xuddi akasi singari kabi ekanligini aytib, uni rad etadi. Ko'chada qizning yonida mashina to'xtaydi. Rulda o'tirgan odam Margaretni uzoq vaqt tekshiradi. Shundan keyin u ketadi va qiz to'satdan do'stlariga xonani ijaraga olgan mehmonxonaga borish vaqti kelganini aytadi. Yo'lda Margaret boshqa barga kirib, u bilan birga vaqt o'tkazishga tayyor bo'lgan osiyolikni olib, xonalarni 1 soat ijaraga berish bo'yicha xizmatlarni taklif qiladi. Yangi do'stidan kamarini olib tashlagandan so'ng, Margaret uni bo'ynidan yigitdan qattiqroq tortishini so'raydi. Qiz yo'talishni boshlaganini eshitib yigit kamarni qo'yib yuboradi, chunki u buni davom ettira olmaydi. Ertalab Margaret darsga biroz kechikib shoshiladi. Uning ustozi nima bo'lganini yaxshi biladi va qiz dam olishi kerakligini aytadi, chunki u kasal bo'lganga o'xshaydi. Uyga ketayotib Margaret kitob do'koniga kiradi. U yerda Katzo bilan uchrashadi. Ha, kecha uning yonida mashinada to'xtab qizga qarab turgan erkak bilan. U nimani qidirayotganini so'raganida yapon Margaretga ko'z tashlaydi va ketadi. Qiz esa uning orqasidan boradi. Ular sevgi mehmonxonasiga kelishadi. U yerda Margaret qo'llarini bog'lashni so'raydi. Katzo biroz xijolat tortadi, lekin baribir qizning iltimosini bajaradi. Qiz bilan yigit o'rtasidagi yaqinlikdan keyin Margaret hammomga boradi va u chiqib kelganda Katzo allaqachon g'oyib bo'lgan edi. Kechqurun qiz yana do'stlari bilan uchrashishga boradi va ular Margaret nihoyat yapon yigiti bilan yaqinlik qilganini uning ko'zidagi quvonchidan tushunishadi. Darsdan keyin Katzo Margaretni kutmoqda. Erkak birgalikda ovqatlanishni taklif qiladi va bu juftlik yaxshi restoranga kelishadi. Unga kirishdan oldin Katzo poyabzalini yechib tashlaydi. Shunda qiz teshilgan paypoqlarini yopib, Margaret boshqa joyga borishni taklif qiladi. Ovqatlanish vaqtida keksa yapon ularni tasodifan itarib yuboradi. Bu qizni juda ham bezovta qilmaydi, lekin Katzoga bu yoqmaydi. Margaret hojatxonaga borganida Katzo o'sha keksa osiyolik o'z kompaniyasi bilan baland ovozda gaplashib o'tirgan stolga keladi. Hojatxonadan chiqib Margaret restoran juda jim bo'lib qolganini va qo'shni stolda o'tirgan bu shov-shuvli kompaniya qayergadir g'oyib bo'lganini payqadi. Ovqatlanib bo'lgandan so'ng ular yana sevgi mehmonxonasiga borishadi. Jinsiy yaqinlikdan keyin Katzo uylanadigan qizi borligini va tez orada turmush qurishlarini tan oladi. Va bu Margaretni xafa qilganga o'xshaydi go'yo. Narsalarni yig'ib bo'lgach qiz uyiga ketadi. Ertalab Margaret kecha do'stlari bilan klubda ko'p ichib yuborganliklari sababli zo'rg'a oyoqda turar edi. Uchish akademiyasida Margaret so'nggi darsni styuardessalar tomonidan imtihonlarni qayta topshirishni o'tkazadi. Uning shogirdlaridan biri qizga sovg'a bilan o'ralgan kitobni uzatadi. Ichida esa Katzo bergan Kamasutra va sevgi mehmonxonasining tashrif qog'ozi bor edi. Margaret yana bir bor erkak bilan uchrashib, Katzodan boshqa bir insonning barmog'ini kesib tashlaganmi yoki yo'q, shuni so'raydi. Chunki tatuirovkalarga qaraganda Katzo jinoiy ishlar bilan bog'langan. Katzo esa aybdorlar kechirim so'rash uchun barmog'ini o'zi kesib tashlashini tushuntiradi. Har safar kesilgan barmog'iga qarab, u nima qilganini eslab qolishi uchun. Margaret darhol Katzo bo'lajak xotinini sevadimi yoki yo'qmi shuni bilmoqchi bo'ladi. Katzo esa bu savolga aniq bir javob bera olmaydi. Kechqurun Margaret yana do'stlari bilan tungi klubga boradi. Lem qizlarni do'sti Luiza bilan tanishtiradi. U haqida Margaretga ham, Inessga ham yigit hech narsa aytmagan edi.
Ertalab Margaret akademiyaga yetib keladi va qiz uchun yangi paypoq sovg'asi bilan turgan Kadzoni uchratadi. Erkak qizni poyezdda sayr qilishga chaqiradi. Bugun uning palatalarida talaffuz imtihonlari bor va Margaret chuqur nafas olib, bu taklifga rozi bo'ladi. Erkak Margaretni Budda ibodatxonasiga olib boradi. Afsonaga ko'ra, siz bu yerda yangi odamga aylanishingiz mumkin. Mabadni tark etgach, Kadzo Margaretni tug'ilgan kuni ekanini aytadi. Juftlik Tokioga qaytib kelishadi. Charchagan Margaret poyezdda uxlab qoladi va uyg'onganida Kadzoning yonida yo'qligini bilib oladi. Ertasi kuni qiz uchish akademiyasida uning o'rnini boshqa odam egallaganini bilib oladi. Nakamura unga so'nggi ish haqqi bilan konvertni topshiradi. Margaret o'zini oqlashga harakat qiladi, ammo uning ustozi hech narsani tinglashni xohlamaydi. Margaret o'z narsalarini yig'ib chiqish tomon yo'l oladi. U qizni sog'inaman degan so'zlar bilan Margaretning oldiga yugurib chiqqan yapon qizi bilan indamay xayrlashadi. Margaret Inessa bilan uchrashadi. U tez orada Yaponiyani butunlay tark etishini tan oladi. Yolg'iz qolgan qiz ichidagi og'riqni bostirishga urinib, tobora ko'proq yigitlar bilan yotishni boshlaydi. Bir kuni Margaret shahar atrofida aylanib yurganida tasodifan Kadzoni ko'radi. Erkak kelinini kuzatib boradi. Shundan keyin u mehmonxonaga boradi. Margaret uning orqasidan ergashadi, lekin ichkariga kirib erkakni yo'qotadi. Qiz barcha raqamlarni urib Kadzoga qo'ng'iroq qila boshlaydi. Uni kuzatuv kameralari orqali payqab, erkak qizni ushlab xavfsizlik xonasiga olib boradi. Margaret Kadzoga sevgisini tan oladi. O'zini ushlab turmasdan erkak uni o'pishni boshlaydi. Shundan so'ng ular xavfsizlik xonasida jinsiy aloqa bilan shug'ullanishadi. Margaret o'z xonasiga qaytib, xonadan chiqarib yuborganligi to'g'risida xabarnoma topadi. Boshqa variantlarsiz qiz fohishaxonaga joylashishga qaror qiladi. Birinchi ish kunida u boshqa kapalaklar bilan birga badavlat yaponlarga xizmat qilishi kerak. Ammo Margaret mast bo'lib hojatxonada uxlab qoladi. Batamom umidsizlik bilan Margaret ko'chada o'tiradi. U yerda Lemning qiz do'sti Luiza uni ko'radi. Uning so'zlariga ko'ra, u muddati o'tgan viza tufayli Yaponiyadan deportatsiya qilingan. Tushkunlikka tushgan Margaretga qarab, Luiza uni ovqatlanishga taklif qiladi. Kechqurun qiz shahar atrofida aylanib yuradi, shunda keksa osiyolik uning orqasidan tushadi. Undan qochish uchun Margaret metroga tushadi. U taqibchidan qutuldim deb o'ylab, qiz to'xtaydi va sigaret oladi. Orqa tarafdan zajigalka ovozini eshitib, Margaret orqasiga o'girilib qarasa, unga ergashgan yaponiyalikni ko'radi. Ular sevgi mehmonxonasiga borishadi. Bu Margaretning o'ziga xos har xil qiynoqlarni xohlashiga hayron bo'lmaydigan yagona osiyolik bo'lib chiqdi. Aksincha, yapon qizga yechinishni buyuradi. Shundan so'ng uni karavotga bog'laydi. Keksa erkak Margaretning barcha ishlarini bajarishi uni o'ziga xos qilmaydi deb hisoblaydi. Uning yonida karavotga o'tirgandan so'ng bu erkak endi qizni osongina o'ldirishi mumkinligini aytadi. Shu payt Margaretning o'zi uni tezda o'ldirishini so'raydi. Ammo bu yerga o'z vaqtida Kadzo yetib kelib, qizni ozod qiladi. Uning o'ng qo'lida barmog'i yo'q edi. Bu uning kelini oldida aybini yuvganini anglatardi. Margaret Yaponiyani tark etadi. Qiz Kadzoga samolyotdan qo'ng'iroq qilib, endi o'zini qayta tug'ilgandek his qilayotganini aytadi. Kadzo buni eshitganidan xursand ekanligini aytgandan so'ng Margaret erkak bilan xayrlashadi. Samolyot salonida qiz Margaret ingliz tilida talaffuz qilishni o'rgatgan va Margaretni sog'inaman deb aytishga shoshilgan guruh tarkibidagi yapon styuardessasini taniydi. Ular bir-birlarini tanib, tabassum qiladilar va film o'z nihoyasiga yetadi. Hurmatli obunachilar, eslatib o'taman, agar kanalda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling va videolar kengroq tarqalishi uchun videoga like bosing. Va albatta ushbu filmni siz mutlaqo bepul bizning Telegram kanalimizdan ko'rishingiz mumkin. Telegram kanalimiz manzili video ostida qoldirilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.